2026-yilda Toshkent shahri, Buxoro, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida ishonchli, xavfsiz, qulay va energiya iste'moli jihatdan tejamkor 4 ta data markaz faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ana shunday data markazga ega bo'lgan Unicorn Uz ko'p tarmoqli texnologik markaz raqamli iqtisodiyotning muhim infratuzilmasi hisoblanadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu texnologiya katta hajmdagi ma'lumotlarning nusxalarini saqlash, himoya qilish, favqulodda holatlarda tiklash vazifasini bajaradi. Data markaz zaxiralari uzluksiz elektr ta'minoti, sovutish, avtomatik yong'in xavfsizligini ta'minlash tizimlari va zaxiralangan dizel generator qurilmalariga ega bo'lib, 24 ga 7 tizimida dispetcherlik xizmati yo'lga qo'yilgan. Davlat tashkilotlarida va xususiy sektorda axborot tizimlari ishlab chiqarilyapti. Bunda sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llanilyapti. O'sha axborot tizimlari va sun'iy intellekt texnologiyalarini joylashtirish uchun data markaz kerak. Bizning data markazimiz aynan shu uchun mo'ljallangan. Mijozlarimiz xohlasa o'zini serverlarini olib kelib joylashtirishi mumkin. Bu xizmatning nomini colocation deymiz yoki o'zimizda cloud serverlarimiz bor. Cloud serverlarimizga o'zini mijozlarimiz o'zini platformalarini, sun'iy intellekt tizimlarini joylashtirishi mumkin. Biz 2025-yil uCloud nomli platformamizni ishlab chiqdik va unga bosqichma-bosqich IaaS, PaaS, SaaS yo'nalishlariga kiradigan xizmatlarni bosqichma-bosqich joriy etib kelyapmiz. 2026-yilda biz GPU serverlariga asoslangan cloud xizmatlarimizni rivojlantirmoqchimiz. Bunda biz GPU serverlarini yirik klasterini yaratmoqchimiz. Ushbu klaster yordamida mijozlarni eng katta sun'iy intellektga bo'lgan talablarini qondirish rejalashtirilgan. O'zbekistonda raqamli texnologiyalar va axborot xavfsizligi sohasini rivojlantirishga qaratilgan yana bir muhim qadamlardan yangi raqamli texnologiyalarni o'qitish markazi hamda kriptologiya maktabining ishga tushirilgani bo'ldi. Ushbu muassasalar mamlakatimizda raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirib, IT mutaxassislarini tayyorlash, axborot xavfsizligi, kiber xavfsizlik yo'nalishida ilmiy salohiyatni oshirishga xizmat qilyapti. O'quv markazida asosan shu axborot xavfsizlik yo'nalishidagi mutaxassislar malakasini oshirdi asosan. Lekin yana qo'shimcha ravishda bizda sun'iy intellekt kursi ham bor. Bu kursda asosan bu yo'nalishdagi taqobil bo'lmagan xodimlar o'qitildi. Ya'niki bu kadr bo'ladi, buxgalteriyami, umumiy adliya bo'ladi, hammasi bu yerda o'qib ketildi. Nimagaki hozirgi kunda sun'iy intellekt bu yo'nalishi dolzarb va ish jarayonida foydalanish uchun juda kerakli kasb. 450 dan ortiq davlat organlari, xo'jalik, shundan tashqari jismoniy shaxslar malakasini oshirdi. Ularning asosiy qismi axborot xavfsizligi va sun'iy intellekt yo'nalishida malaka oshirishdi va ko'pchiligida iliq tasavvur uyg'otdiki, bizda asosiy o'quv kurslari onlayn, ya'ni masofaviy tarzda tashkil etildi. Bu esa o'sha davlat organlaridagi xodimlarning bevosita ish joyidan ketmasdan bevosita joyda ishtirok etishga imkoniyat yaratdi. U kurs yakunida biz o'zimizning maxsus dastur asosida ularni onlayn testdan o'tkazamiz. Testdan o'sha yetarli ball to'plagan o'sha tinglovchilarga biz o'zimizning maxsus sertifikatni beramiz. Dunyo standartlari darajasiga javob beradimi bu yerdagi darsliklar, bu yerdagi o'sha tajriba almashish? Albatta javob beradi, chunki bizda bu KPL maktabi bor. Ushbu yo'nalishdagi bu yerdagi ishlayotgan mutaxassislar, ustozlar o'zlarining bilimlari bo'yicha o'sha maxsus o'zimiz kurslarda dars berishadi. Ko'p tarmoqli texnologik markaz so'nggi 1 yil davomida transchegaraviy bitimlarga yengillik kiritib, 3-taraf xizmatini ishlab chiqdi. Shuning bilan Haj va Umra yagona portalini ham ishga tushirdi. 2025-yil 21-apreldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 68 son farmonlariga asosan Haj va Umra portali ishlab chiqarildi. Mazkur portalning asosiy vazifasi bu fuqarolarga haj safariga borayotgan fuqarolarga ariza topshirishni yengillashtirish. Umuman olganda haj safariga yo'llanma olish yoki ariza berish jarayonlarini raqamlashtirishdan iborat bo'ldi. Bunga misolan shu portalda hozirgi kunga kelib ariza topshirish jarayoni faqat shu portal orqali fuqarolar tomonidan shu bilan birga MyGov.uz tizimi orqali amalga oshirilmoqda. O'zingizning xabaringiz bor, bu haj umra haj safariga ariza topshirish jarayoni umuman olganda yillar davomida faqat qog'ozlar bilan ishlangan, demakki o'ziga yarasha kamchiliklari bo'lgan, o'ziga yarasha inson omili juda ham inson faktori ham yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Shuni hisobga olib, hozirgi kunda barcha o'sha daftarlardan kelib tushgan ma'lumotlar, umumiy o'sha
o'sha tablitsalar deymiz, jadvallarda ko'rsatilgan hamma ma'lumotlarni bitta joyga jamlagan holda bu jarayonlarni ishchi guruh shakllantirib, o'rganishlar asosida biznes proseslar yoki biznes jarayonlari ishlab chiqilgan. Biznes jarayonlar asosida bu tizimni 2025 yil davomida to'liq ishga tushirildi. Yana bir qancha muhim loyihalar ustida amalga oshirishlayapmiz. Bu ishonchli uchinchi taraf xizmati. Ishonchli uchinchi taraf xizmati bu eng avvalo O'zbekiston Respublikasi elektron raqamli imzo to'g'risidagi qonun asosida ishonchli uchinchi taraf tamoyilini kiritilishiga muvofiq tegishli axborot tizimi ishlab chiqarilgan. Mazkur axborot tizimining asosiy vazifasi bu transchegaraviy, ya'ni boshqa davlatlar bilan elektron hujjat aylanish jarayonidagi elektron hujjatning maxfiyligi, yaxlitligi va yuridik kuchga ega ekanligini tasdiqlovchi xizmat hisoblanadi. Oddiy so'z bilan aytganda, bu elektron notariusga o'xshagan bir xizmat. Elektron raqamli imzo bilan imzolangan elektron hujjatda shu imzoning haqiqiyligini tekshiruvchi xizmat hisoblanadi. 2026-yil rejalariga keladigan bo'lsak, mazkur loyihalarni takomillashtirishda davom etish, qo'shimchalar kiritish, shu bilan birga buni texnik qo'llab-quvvatlash, bundan tashqari yana bir qator asosiy muhim axborot tizimlarini joriy qilish vazifalari yuklatilgan. Bular misol asosida axborot tizimlarini jadallashishi natijasida hozirgi kundagi respublikadagi loyihalarning ko'pligini hisobga olib, tashkilotimiz tomonidan yana loyiha boshqaruv axborot tizimi ishlab chiqilgan. Endi 2026-yil davomida mazkur axborot tizimini barcha davlat organlariga joriy qilish, ishlatish va o'rnatish asosiy vazifalarimizdan bittasi hisoblanadi.